Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Tushingizlar. Bugun o'g'limning shkafini taxlamoqchi bo'ldim. Shunaqa qilib kir yuvgandan keyin kasha bo'lib aralashib ketadi. Bir kun o'tirib vaqtingizni ketkazib taxlamagunizcha. Shunaqa qilib boshladik. Hammasini tushirib olib, katta kichiklarni ajratib, kirlarini yana bilmagan holda kirlarini qo'shib tashlaydi. Qo'shib sug'orishadi, shunday tiqib-tiqishaveradi. Birov kimdir o'tirib, vaqtini ajratib, taxlamaguncha shunaqa aralash-quralash bo'lib yotaveradi. Mana bu oq kiyimini bir kun kiyadi, ertasi kuni уже kirga tashlaymiz. Juda tezkor qiladi, bog'chaga boradi. Juda kiyimlari juda ko'p sig'may ketyapti vaqt kelsa. Tez kichkina kelib qolyapti. Shunaqa kolgotkalarni bergandim. O'zi aslida o'g'il bola kiyish mumkin emas ekan, lekin qishda issiq bo'lsin deb kiygizamiz. Yotishda pijamkachalarini kiyib uxlaydi, shunaqa pijamachalari. Ularni alohida qilib korobkaga solib qo'yyapman. Xitoydan, Temudan narsa ko'p zakaz qilaman. Keyin orada Temu ishlamay qoldi-yu, shu pijamkalarni Temudan zakaz qilgandim. Yana boshqa narsalar ham bor. Shunaqa qilib yozgi narsalari ham juda ko'p qolib ketgan ekan, ajratib ularni sortirovka qildim. Oxirida biram yayraysan, odam taxlab chiroyli bo'lgandan keyin. Voy Xudoga shukr deb qo'yasan. Shunaqa qilib hammasini ajratib, maykalar, futbolkalar, pijamalar hamma yo'q qo'shilib ketgan ekan. Alohida qilib sortirovka qilib, jemperga, ishtonga qilib, uy kiyimini alohida, ko'cha kiyimini alohida qilib taxlab chiqaman. Shu jemperda ham bir yil olgandim, уже kichkina kelib qoldi. Aytdim, shug'im yuvlab, meni ham kirgiz deyapti. Kirib olibdi. Bugun kiyimlarni sortirovka qilib, qorbobo kiyimini ham istab topib qo'ydim. Yaqinda bayram ekan, bog'chasida. Qorbobo kiyimchalarini kiyishar ekan bir xil qilib. Oxirida ko'rsataman. Qorbobo kiyimchalarini. Ishtonlari biram ko'p. Bizda Andijonda bozor hamma yoq arzon. Bozorga borishsa, buvasi ham, bobosi ham ishtonchalar, jemperchalar olib kelishaveradi. Juda arzon. Mashina Xitoydan zakaz qilgandim. Bizgacha 56 mingga tushgan shu qalin kiyimi. Shu nimani ham Temudan zakaz qilganman. Paltocha deb. Aslida palto deyilganda, bu yuvka, bir plashga o'xshagan narsa ekan. Kuzda kiygizsangiz issiqqa o'xshab tuyuladi, qishda sovuq. Xullas buni kiya olmadi, paketga solib olib qo'yaman. Bundan ikkita aslida, katta kichik razmer. Razmer kelar ekan lekin. Bu kamzulchasi ham kichkina kelib qolibdi. Berib olamiz ukasiga. Shu ishtonchalar juda arzon bizda. 15 ming, 20 ming. Mana oq shimpirini ham birpasda bir kun ichida kir qilib ketdi bog'chada. Kameraga ko'rsatyapman, kirib bo'lgani ko'rinyaptimi yo'qmi deb. Shularni bozordan olganman o'zim. 15 mingdan olganman. 3 xil rangda. Oq, kul rang, jigar rang. Bunisi shers aralash. Yumshoq. Jigar rangida hibs ko'proq. Momiq sochiqlari
ko'p ishlatamiz. Terilaydi. Kechqurun uxlashdan oldin orqasiga solib qo'yaman. Bu jigarrangi hozirgina. Olganimga 2 yil bo'lyapti. Hech narsa bo'lmagan. Oqi ham bor buni. Bir xil material. Bitta bu yuqaroq. Serisi qalinroq tul rangi. Bu ham xuddi shu. Oqi. Bittashini oqi. Kolgotkachalari, ishtonchalari. Lamsulchasini yuvgandim. Paxtalari bo'rtib qoldi. Uni urib chiqish kerakmi, ochib chiqish kerakmi? Bilmadim. U ham Xitoy kamzur. Pandacha futbolkachasi. Juda yaxshi ko'radi shuni. Shuni qilib tugatay deb qoldim. Endi oxirida paypoqchalarini sortirovka qilib chiqaman. Paypog'i alohida turadi. O'zim kartondan razdelить qilib chiqqanman, bo'lib. Juda shirincha bo'lib chiqqan. Biram ko'nglim yayrab ketdi. Karton tashaveramiz. Taxlab bo'lib. Mana ikkinchisi paltochani kattarog'i razmeri. Biram kiyimi ko'p, o'g'il bola bo'lsa ham sig'dirolmay ketadi. Javonlar sig'may ketadi. Kichkina kelib qolgan paypoqlarini ajratib alohida salofanga solib qo'yaman. Yigirma minutcha vaqtim ketdi. Videoda qisqartirganimda 5 minutga sig'ib ketdi. 5 minut ichida shuni ishlar qilib ulgusinglar. Mana men aytgan qorbobo kiyimchasi. Buni o'tgan yili olgandik. Katta edi. Shapkachasi yonadi, har xil. Shapkasi ham 3 ta. 3 ta bo'lib ketibdi. Katta, kichik, yonadi, yonmaydi. Rangi to'qroq, to'qsiz. Bu eskiroq edi, opam o'g'liniki. Lekin yonyapti ekan hali ham. 3 yilmi bo'lyapti bunga. Shuna qilib o'rab, taxlab olib qo'yib turibman. Bayramga kiyadi. Inshaalloh. Bolalar xursand bo'ladi-da, shular bilan. Shunaqa qilib ishtonchasi ham uzun edi. Bir yil to'g'ri kelib qolgan bo'lsa kerak, xudo xolasa. Chiroyli qilib taxlab, salofanga solib olib qo'yib turaman. Bayramga berib yuboramiz. Bir xilda qorbobo kiyimchada chiqishar ekan bog'cha bolalar. Shuna qilib qovog'imni solib olib taxlayman. Nimagadir ish qilsam, shu qovog'im solinib qoladi. Kamarchasi. Ishtonchasi tushib ketmasin deb taqib qo'yaman. Modagami taqib qo'yiladi. Yoqmadi, boshqatdan taxlayman. Ixchamroq qilib. Baba salofanda turadi-yu. Kichkinagina sumkachasi bor. Sumkachasiga solib jo'natib yuboraman-da. Shunga paketchaga solib tugib qo'yaman. Shuna qilib tugatay dedim. Endi paypoqchalari qoldi. Paypoqchalarini nima qilsam, sortirovka qilib, mana paypoqcha, shapkacha, supkachalari va momiqcha ro'molchalar, kichkina kelib qolgan paypoqlar turgan ekan, hammasini chiqardim. Chiroyli qilib sortirovka qilib, qaytadan solib chiqdim. Sochiqchalarni yumalatib chiqaman. Chiroyli ko'rinadi, olishga qulay, ishlatishga qulay. Shuna qilib supkachalarni ham olib yozgi shkafga solib qo'ydim. Qalin shapkalarini solib, sharflarini solib, javonini ham svejiy qilib qo'ydim, yangilab.
Bu eski javonlar tashlab yubormaymiz. Yangisi bo'lguncha turib turadi. Bizda hech qachon eski narsa tashlanmaydi. Jiyanlarim ko'p, paypoqchalarim yirtilmagani uchun ularga berib yuboramiz. U albom etdi, nega monkarim uni paypoqchani kichkinaligini. Yirtilmagan, yirtig'i yo'q. Mana kichkina kelib qolgan yana bitta paypoqchasi ustiga qo'yib ko'rsatyapman. Tagidagi kattasi. O'tgan yilgi paypoqchalar edi. Buni bir yil oldin ko'rani. Paypoqchalarni alohida qilib qo'yib chiqdim. O'zi olib kelaveradi paypoqchalarni. Ro'molchani qaranglar. Davlatim otam. Samarqanddan olib kelgan ekan, singlim. Shuni ham 10 mingga olgan ekan. Pasteldan tikilgan. Videoga ham oz qoldi. Ko'rganinglar uchun rahmat. Vaqtinglarni ayamasdan e'tibor berganinglar uchun like va podpiska bosishni unutmanglar. Yanada qiziqarli videolarni olishga harakat qilaman. Hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Ajoyib qo'l mehnati. Hozir oxirrog'ida ko'rsataman. Kir paypog'ini ham solib qo'yibdi. O'g'il bola shunaqa-da. Joyiga sol desiz. Kirmi tozami farqi yo'q, solib qo'yaveradi. Qo'lqopchasi kichkina kelib qolgan. Bir yil yangisini oldik. Bu yozgi so'ppichalar to'plangan. Hojidan kelganlar, berganlar. Mana ustidagi so'ppicha qo'l mehnati, mana shuni aytmoqchi edim. O'zimni ayam ammasi qo'lda to'qirdi ekan. Shunaqa qilib ipdan tikilgan, qo'lda to'qilgan kichkina kurchokcha bilan. Shu ham qo'l mehnati. Chaqaloqligida kiygan, qolib ketgan ekan. Hozir endi ularni olib qo'ydim. Mo'ronsi hojidan kelgan. Umradan olib kelishibdi. Bu bo'lakcha so'ppichalar. Shuna qilib qalin shapkalarini solib, qachon shapka kerak bo'lsa shu yerdan olib kiyib ketaveradi. Bu qizil sharf bizniki edi. Endi o'g'limga tegdi. Mana tugatdim. Baho beringlar. Qalay bo'pti? Yaxshimi? Biram ko'nglim yayrab ketdi, chiroyli bo'lib ketganidan. Bu 3-4 kunga ham yetmaydi lekin. Xayr.